Azod Uzoq, ya'ni Gold taxallusi bilan tanilgan MMA aralash jang san'at ustasi sportchimiz advokat hisoblanaman. Hozir shu kunga qadar O'zbekistonimizda dolzarb mavzu bo'lib kelgan, ya'ni Gold mavzusi bo'yicha bir bayonot bermoqchiman. Goldni shu kunga qadar barcha tergov va sud jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi va nihoyasiga ko'ra Gold o'z qilgan qilmishlari bilan aybli deb topilib 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni o'tab chiqquniga qadar aziz muxlislar, O'zbekiston xalqi, Toshkent shahar prokuraturasidan protest kirdirilibdi sudga. Nimaga qanaqa kirdirilgan? 2-fevral kuni uni bilmadimu, qamoq bilan bo'lgan jazo qilib berishlaringizni so'raymiz deb. 17-fevral kuni bizni sudga chaqirishgan. Yetar endi shu bolani shunchalik qiynashlaring. Butun sportsmenlar, blogerlar va hozirgi yoshlar mana shu sportsmenni qo'llab-quvvatlayapti va orqasidan ergashib juda ko'p yoshlar sportga berilyapti. Hurmatli prokurorlar, bundan tashqari ham protest kirgizadigan juda ishlar ko'p. Zo'rlagan vallomatlar yuribdi ochiqda. Bularga protest kirgizish kerak. Ularni olib borib qamash kerak. Bu sportsmen nima qildi? Kimnidir o'ldirdimi, so'ydimi, zo'ravonlik qildimi? Dedimda yurgan yosh qizlarni zo'rladimi? Nima qildi? Yetar endi buncha zulm qilishlaring. Mana shu videoni shunchalik tarqatinglarki, prezidentimizga yetib borsin. Gold ijtimoiy tarmog'iga hozir video joyladi. Nima sababdan? O'zbekistondan iltimos qilyapti, ya'ni prezidentimizdan iltimos qilyapti. Men hech qanaqangi ayb ish qilganimiz yo'q. Uy qamog'i berilgan, shu uy qamog'ini qanday aytilgan va shunday o'tayapman, shu jazoni o'tayapman degan. Eski videosi mashina bilan qanaqadir nima deydi? Qoidabuzarlik qilgan. Eski videosini qaysidir insonlar, qalbi qora insonlar tarqatgan shu videoni. Va endi 17-fevral kuni Goldni sudga chaqiryapti. Sudim bo'ladi yana deyapti. Qamoq qo'yish mumkin deyapti. 4 ta bolasini ko'ryapsa, imini videosini qo'ygan inson. Bilib qo'ying, agar siz sabab shu Gold agar qamalib ketadigan bo'lsa, 4 ta bolasini och qolishiga siz sababchi bo'lasiz. Kim qo'ygan bo'lsa ham shu videoni, tarqatgan bo'lsa ham. Like ishlab, prosmotr yig'aman deb, Instagramga prosmotr yig'aman deb eski videolarni qo'ygan inson. Alloh jazoingizni bersin. Shu videoni tarqatib olinglar. Shu video maksimal tarqalsin. Nima sababdan? Shu videoni qo'ygan inson ko'rsin shu videoni. Biroz musibatdan foydalanmaylar. O'rtoqlar, Gold yana qamalishi mumkin ekan. Bu haqida o'zi video murojaat bilan chiqdi. Ya'ni 17-fevral kuni uni yana sudga chaqirishgan. Bilishimcha, bu yigit shartli ravishda ozodlikda yurgandi. Qonunchiligimizga, davlatchiligimizga, adolatga ishonamiz albatta. Bu video murojaatim o'zbekistonliklar uchun. Ya'ni o'zbekistonliklar, Markaziy Osiyoliklar bu yigitni shoular ko'rsatgan paytda, g'alabalar qilgan paytda qo'llab-quvvatlashni bildik. Qarsaklar chalishni bildik, ko'klarga ko'tarishni bildik. Yutkazib qo'ygan paytida tanqid qilishni bildik, so'kishni ham bildik, yerga urishni ham qoyillatdik. Xullas kalom, endi bir erkak kishi sifatida boshiga mushkul tushgan paytda qo'llab-quvvatlashni ham bilaylik, ya'ni qo'llab-quvvatlaylik. Agarda qonunchiligimizda, davlatimizda, umuman huquq olamida bu yigit o'sha bajarilgan, ya'ni aytilgan shartlarni bajarmagan bo'lsa, qonunni buzgan bo'lsa, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Boshimiz ustida. Lekin agarda ozgina bo'lsa ham ozodlikda yurishi uchun imkon bo'lsa, shartlari bo'lsa qandaydir, bu yigit ozodlikda yurib, yoshlarga namuna bo'lib, ya'ni qanday namuna? Hoy, bunday jinoyat qilma, hoy, bu ishni qilma, xotirjamligingni yo'qotasan, undan ko'ra sog'lom sport bilan shug'ullan, shu yo'l aslida to'g'ri deb yoshlarga namuna bo'lishi uchun ham bu yigit agar ozodlikda yurishga imkoniyati bo'lsa, ozodlikda shartlar evaziga bo'lsa ham yurgani, oilasi bag'rida yurgani, O'zbekiston bayrog'ini yana ham yaxshi arenalarda, ortiqcha masxarabozliklarsiz ko'tarib, sof sport bilan O'zbekiston nomini ko'tarib yurgani yaxshi degan ma'noda bu video murojaatni qildim. Bu ukamizni o'zini belgilab, qo'llab-quvvatlab ketasizlar. Qonunchiligimizga, davlatchiligimizga va ularning adolatiga, ularning insoniyligiga albatta ishonamiz. Tengdan hammaga yoqishi iloji yo'q.
Ya'ni dunyoda bir nechtadir narsani iloji bo'lmasa, bittalari shu. Hammaga teng baravar yoqa olmaysiz. Shahzod Gold mabodo mana shu videomni ko'rib qolsang, seni hurmat qilamiz, mayli. Lekin nazar yomon narsa, kibr yomon narsa Shahzod Gold. Qara. Avvalambor oilangga, o'zingga tinchlik, totuvlik tilaymiz. Seni muxlislaring nomidan, seni o'zingga misolda mayli endi nima ham deymiz. Buni muxlislari bitta duo qilib ketinglar, mushkul oson bo'lsin. Hammaga rahmat. Shahzod Gold yana qamal ketishi mumkin. Nimagaki yana bir ikkita shog'irlar tufayli qamal ketishi mumkin. Nima demoqchiman? Bu video aktiv yo boshqa narsa yig'ish uchun emas. Kanalda kanalni yaxshi ko'raman, muxlis sifatida, mujik sifatida, yo sportsmen sifatida yaxshi ko'raman. Nima demoqchiman? Hammamiz birga birlashib O'zbekiston bitta bo'lsak, bir yoqadan bosh chiqarib duo qilib, qamal so'rasak, Xudo xohlasa Shahzodga qamab tashamaydi. Ha, negatiflar mazza qilinglar, endi mana Shahzod Golddan qamalib ketdi deyapsiz. Nima demoqchiman? Ey, bir yoqadan yomosh chiqarishimiz kerak. O'zbekiston bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerak. Agar Shahzod Gold qamalib ketadigan bo'lsa, bolalarga kim qaraydi? Bolalar otasiz qoladi. Yana qamalsa, yana ushlash sonadi, sportdan yiroqlashadi. Qanchalarga motivatsiya berib, qanchalar sportga targ'iblar chiqib. Duo qilinglar, mana shu bolani qamashmasa O'zbekiston xalq. 17 fevral kuni Shahzod Goldni sudi bo'lar ekan va u sud zalida qamoqqa olinishi mumkin ekan. Toshkent shahar prokuraturasidan propiska kirdirilibdi sudga. Nimaga qanaqa kirdirilgan 2-fevral kuni uni bilmadimi? Qamoq bilan bo'lgan jazo qilib berishlaringizni so'raymiz deb. 17-fevral kuni bizni sudga chaqirishgan. Mani qamoqqa bo'lgan jazoni almashtirishlari mumkin. Hammaga assalomu alaykum do'stlar, ko'rasizlar Shahzod Goldni boshiga problema tushib qolgan. Shu videoga like bosib, qo'lingizdan kelgancha maksimalni tarqatib qo'yinglar. Ko'pchilik insonga yetib borsin, ko'pchilikning duosi ijobat deyshgan. Bizani qo'limizdan do'stlar faqatgina duo qilish keladi. Shu do'stimizni haqqiga duo qilib qo'yinglar, mushkuli oson bo'lsin, qamalib qolmasin. Nimaga desanglar, shu ko'rasizlar 4 ta yosh bolasi bor, oilasi bor, misol, ham qamalib qolsa ertaga bularga kim qaraydi, bularni kim boqadi degan savol qiziqtiradi hammani. O'shaning uchun do'stlar boshiga problema tushgan paytda qo'ldan kelgancha podдержка qilib duo qilib qo'yinglar.